Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va mehmonlariga keyin navbatdagi qoliplarimiz Buxoro viloyatiga chiqib ketyapti. 3 ta ko'k qolipimiz Buxoro G'ijduvonga ketyapti. 2 ta qolipimiz, bitta penegeneratorimiz Buxoro Qorako'lga ketyapti. Ikkalamiz ozgina oldin ustun olishgan qo'shimcha qoliplarni qo'shyapti. Hozir 2 ta sex. O'sha akalarimiz yana Yevropa qoliplarni chiqaryapmiz. Yo'llar mana rezbali qilib, chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. 4x4 profildan to'qilgan. Tag qismlari ham 4x4 profildan to'qilgan. Mana 100 talik penegeneratorimizni berib olyapmiz akaga. Bu yoqda santexnikalar, pedallar, gazovli uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Aloqaga chiqib olasizlar. Gazovli ishlab chiqarish uskunalarimiz ham xohlasa tayyorlanyapti. Va aloqaga chiqib olasizlar. 1500 dollardan 7,5 dollargacha binalarni qurib beryapmiz. Xudo xolasa joyi adresiga qarab kelishtirsa narxlarni imkon darajasida tushib berishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Rastvor bochka bir kishi o'zim kuyaman degan akalamizga rastvor bochkalarni tayyorlab beryapmiz. Penamologga ishlaydi bular. Bu yoqda ham bor. Realistik qoliplarni tayyorlanyapti hozir bu yoqda. Hali urishni reskamiz, avtomat reskalarni ham zakasiga tayyorlab beramiz. Alloh qo'yib chiqib o'rasizlar bemalol.